Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu go'zalligimiz yasalishini ko'rib chiqamiz va kichkinagina bir g'iybatcha qilamiz. Hozir sizlarga birgina oddiy video qanchalik meni asabimni buzganini aytib bermoqchiman qizlar. Aslida ayb bu videoda emas qizlarjonlar. Aslida ayb menda ekan qizlar. Nima emish? Bir mashhur kashfiyotchi 3 yil avval shu diademani o'z qo'llari bilan yaratgan ekan. Men bo'lsa shu mashhur kashfiyotini o'g'irlabman qizlar. Hali Instagramga kirib qarasam, shu kashfiyotchimiz rus tilida menga salomlar yo'llab boribdi qizlar. Aytishicha, men uni avtorlik huquqida bo'lgan videosini o'g'irlabman. Tavba, odamlarga qanday kashfiyotlar xayoliga kelmaydi-ya qizlar. Avvaliga kelgan SMSlarga to'g'rilikcha javob yoza boshladim. Kechirasiz, bizdan nima xatolik o'tibdi? Agar xatolik o'tgan bo'lsa, albatta videoni o'chiramiz. Bu video o'z qo'lim bilan yasalgan, sizni videolaringizdan ko'chirilmagan deb yozdim. Keyin sizga 5 daqiqa vaqt. Agar o'chirmasangiz internetga qo'yib yuboraman, jalba qilaman deb yozib yuboribdi qizlar. Tavba, odamning xayoliga nimalar kelmaydi. Tushuntirsam ham tushunmaydigan odam ekansan deb oxiri bloklab tashladim. Qarasam, men ustimdan jalba qilibdi qizlar. O'zicha istoriyasiga qo'yib, auditoriyasiga shu qizni ustidan jalba qilinglar, meni videoyimni ko'chirdi deb yozib qo'yibdi qizlar. Shuncha kundan beri sizlarga tekin darsliklarni o'rgatib kelyapman qizlar.